Noyob topilmalar kanalida 350 ming rasxod qilib 450 kilometr yuradigan W212 ni olib kelib qo'ydim. Qaranglar, 350 ming rasxod qilsanglar, 450 kilometr yursanglar, sizlarga yana nima kerak? W212 2012-yil polniy restyling ko'rinishiga olib kelib qo'yishgan. Narxi bilan qo'yganmiz. Qaytaraman, narxi bilan mashinani yonib turishini qarang. Bitta like bosib qo'yavering oldindan. Mashinamizga shunaqa pul tiqilgan, xadovoylardan tortib to mayda elektronikalarigacha qaratib chiqdim deyaptilar. 3,5 litrli 272 motor turibdi. Radnoy motori, radnoy kuzovi, dokumenti ham radnoy, kraskasi ham radnoy. Bitta shu oldi tomon restyling bo'lganligi uchun sepilgan joylari bor, qolgan joylari tozalab betyaptilar. Panoramalarigacha bor. Yaqinda diska balonlarini ham yangi taqib qo'yishibdi. Xullas, mashinani hech qanaqa ishi yo'q deb aytayaptilar. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Salon holatlarida sizning elektronikalari ham ishlayapti. Xo'p, sizning isidiganlari ham ishlayapti, kalsinerlari ham ishlayapti. Xullas, mashina sizga yoqqan bo'lsa, egalariga telefon qilib, narxi bilan qo'yayotgan joyimizni shunda bosib olsangiz bo'ladi. Narxini hozir sizga aytaman. Xullas, mashinani egalari aytayaptilar. Nimaga sotyapsiz, aka desam, hozirda komandamiz kengayganligi uchun kattaroq 7 kishilik mashina olamiz. O'shanga bu mashinani sotib yuboramiz deb aytayaptilar. Mashinani taniganlar bo'lsa, kommentariyada kutaman. Narxi 22.900 dollar bo'lishi deyaptilar. Telegram kanal ochganmiz. Telegram kanaliga ham o'tib olinglar. Har xil mashinalar birinchi bo'lib Telegram kanaliga tushib boryapti. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.